Tashqarida qor chiroyli yog'ayotgandan foydalanib olib, men sizga o'rtog'ingiz bilan tushishingiz kerak bo'lgan rasmlarni obzor qilib beraman. Bu уже ikkinchi часть. Mana shu birinchi idea o'zimga ham juda ham yoqdi, chunki qishda hammani kapishyonkasi bo'ladi. O'rtog'ingiz bilan birga kapishyonkasi mashq ko'zingizgacha kiyib olib, o'zingizni sal teparoqdan rasm yozsangiz, ishoning vashe cho'tki chiqadi. Ikkinchi ideyamiz juda ham neobычный, chunki u teskari. Rasm uchun sizni sumkangiz kerak bo'ladi. Chunki sumkasi как shtativ misolida ishlatasiz. Masalan, sumkangizni yerga qo'yib qo'yib, uni telefoningizni suyantirib qo'yasiz. Telefoningizdan videoni yoqib qo'yasiz va podrugangiz bilan shunaqangi harakatlar qilib, u videodan siz skrinshot qilsangiz bo'ladi. Uchinchi ideyamiz hech qachon menimcha trenddan qolmasa kerak. Chunki mana shunaqa qilib tushish juda davno trendda. Buni sal boshqacharoq qilib o'zgartirib, oddiy bunaqa emas, bir oyog'ingizni ko'tarib ham mana shunaqa rasmga tushsangiz, ishoning vashe cho'tki chiqadi. To'rtinchi ideyamiz juda ham prikolniy. Misol uchun qordan uzuv yasaysiz va podrugangizni mana shunaqa qilib turasiz yerga o'tirib. Podrugangiz hayratlanganda bundoq qilib tursa, juda ham chiroyli rasmga tushadi. Beshinchi ideyamiz prям top. Любой joyda archa qo'yilgan, archaning igrushkasi oynaga o'xshab turadi. O'sha igrushkasida mana shunaqa pastdagi fotolarni qolsangiz bo'ladi. Agarda siz bu videoni ko'rib, lekin birinchi частini ko'rmagan bo'lsangiz, meni profilimga o'tib albatta ko'ring. Menga обязательно obuna bo'lib keting, chunki shu videoning 3-частini blogida 3 ta qiz borlarga chiqazamiz.